Obbo, sizlarga isbotlayman deb bugun yana 1 million pul ishlatdim. Hamma sevgan portajor atirini videosini joylaganimda juda ko'pchilik odam negativ yozishdi. Kimdir 150 ming so'm, kimdir 800 ming so'm. Ikki xil atirni qanaqa farqi bor deb so'rashdi. Bugun shu narsaga oydinlik kiritamiz. Qo'limdagi ikkala atir ham original. O'zim Faberlic kompaniyasini katta direktoriman. Atirim sinib qolishiga sal qoldi. Hech qisi yo'q bo'lib turadi. Portajor atirni qopqog'i oqishligini Faberlic kompaniyasi prezidenti o'z ayoli uchun yaratgan hamda to'ylari kuni sovg'a qilgan. Kichkina qutidagi portajorimiz esa bu duxini parfumlashgan variant. Ikkalasini ham hidi bir xil. Hozir sizlarga narxi nima uchun ikki xilligi haqida aytaman. Kabutarli portajorni stoykasi baland 10 kun turadi. Kichkina portajorimizni esa hidi 2-3 kun turadi. Va nihoyat o'ylaymanki, bu ikkita atirimiz farqini bilib oldingiz. Bu videoni portajor sevuvchi ayollarimizga jo'natib qo'ying. Kommentda eng ko'p do'stini belgilagan hamda aktiv qizlarimizga aynan mana shu portajor atirini sovg'a qilaman. Kabutarli portajor atirimiz hozirda 369 ming aksiyada. Shoshiling, atiga 5 dona qoldi.